Shahidani Xotan degan bu nom qandaq paydo bo'lgan? Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda, bundan 2000 yillar ilgari Tarim o'ymonligining g'arbi-janubiy qismida Udun deb atiladigan bir xonlik o'tgan bo'lib, keyingi vaqtlarda Machin, Elchi degandek nomlar bilan atalgan ekan. İslam dini bu yerda umumlashgandan keyin Shahidani Xotan deb atalgan bu yurt amdilikda Xotan deb atalmoqda. Har qandaq bir tarixiy jarayon oldi bilan o'zining shahidi bo'lgan yozma yodikorliklar orqali isbotlandi. Qadimki Udun to'g'risidagi yozma xotira buningdan 1800 yillar ilgari yozilgan keyingi Xan sulolasi tarixida uchraydi. Uningda Udun, ya'ni Gastananing cho'ng shaharlaridan 10 nechisi, kichik shaharlardan necha 10 bor degan ma'lumot qoldirilgan. Liangnoma, ya'ni g'arbiy yurtdagi millatlar tazkirisida Udun xoni Budda nomlarini yog'ochga tengib o'qiydi ekan, tamg'isi qosh tishidan yasalgan ekan deyilgan bo'lsa, Sayya Fashanning tarjimalida uning Udunga bo'lgan safari tilga ilinib, u yerda 14 cho'ng ibodatxona borligi, bir ibodatxonani 3 podshoning 80 yil vaqt sarf qilib puturganligi, har yili 3-4 oylarda ko'ji ko'ydirilib, but saylisi ilib berildiganligi ko'rsatilgan. Yangi 5 davr tarixining ilovasida Udun xonining ordisida doim so'zini to'liq 50 nafar Budda rohibining darqamda turdiganligi eskartilgan. Mahmud Qashqari Turk tilla divanida Udun, ya'ni Xotan shahrining qadimki nomi deb aniq izolaydi. Darvaqa qadimki Udun bagligi Hindistondan qabul qilgan Budda dinini davlat dini qilib, o'ziga xos Budda madaniyatini yaratish bilan birga, bu dinni Tarim o'ymonligining boshqa joylariga, jumladan ishkir o'lkalarga tarqatgan edi. Udunga 1000 yil atrofida hukmronlik qilgan Vajraxon jamiyati sodiq Budda muxlislaridan bo'lg'achqa, Budda nomlari davlat qonuni hisoblangan. Bundan 1064 yil burunqi Qara Xonlar xonligining yosh podshoyi Sutuqtekin Bug'raxon Qashqarni islomlashtirgandan keyin Oqsu va Xotanlarga yurish qildi. Eli Arslanxongacha bo'lgan 3 avlod Bug'raxon Xotan buddistlar bilan kaskin elishgan bo'lsa-mu, ularni yengolmadi. Udun xoni xol Machin avatgan No'xti Rashid bilan Cho'xti Rashid, ya'ni Akufka boshchiligidagi 3 tuman lashkar islom g'azotchilari bilan 24 yil ilishib, oxiri milodiy 998-yili Yusuf Qadriyan yordamga chaqirgan Iroqlik 4 imomning 4 tuman lashkar tarafidan yo'qotildi. No'xti Rashid bilan Cho'xti Rashid Niyi tog'larga chekinib, jon jahli bilan qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, milodi 1006-yili ochliq va ussizlikdan o'lib ketdi. Mana bu vaqt Xotan diyorining islomlashgan vaqti bo'lib qoldi. Afsuski, islom madaniyati nihoyatda tez gullanayotgan bir mezgilda G'arbiy Liao, ya'ni Kidan xonligining haqqoni kuchli xon Udunga besib kirib, bu yerdagi xalqni o'zlari e'tiqod qilayotgan Nisturan diniga e'tiqod qilg'izmoqchi bo'ldi. Ilgirki butxonlarni chiqib, o'rniga masjid solg'ili ancha uzun bo'lmagan xalqqa bu bir ig'ir zulm bo'lib tuyuldi-da, qat'iy qarshilik ko'rsatdi. G'azablangan kuchli xon milodiy 1212-yili yozda Alayidin Muhammad Xotan ismlik boshchi imomni sepilga 4 tane cho'ng qo'ziq mix bilan mixlab o'ltirdi va orqadilla 3000 islom mo'rtini tirik ko'mivatdi. Dahshatlik bostirishga uchragan Udun xalqi buninglik bilan bo'shab qolmadi. Aksicha, islomga bo'lgan aqidasini texmi chingitib, shehidlar,
ya'ni o'lganlarni ulug'ladi. Rivoyat qilinishicha, Shahidani Xotan degan nom ana shu Muhammad Xotan boshliq shahidlarning nomiga atalgan ekan. Arxeolog Stein qumga ko'milgan Xotan nomliq asrda bugungi Xotan qadimqi Yotgan degan so'zdan o'zgargan. Chunki Yotgan xarobiligi qadimki Udun xonligining poytaxtidir deb yozadi. Qandaqlı bo'lmasin, islom ichish tarixida shahid bo'lganlarning Xotan tarixida nihoyatda ko'p bo'lganligi Shahidani Xotan atalmasining birdan-bir manbasidir. Ya'ni bugungi kunda Xotan xalqining 4 sonini yaxshi ko'rmasligi dal ashu qaboatlik 4 tal qo'ziqning xalq qalbiga qoldirgan jarohatidir. Abdori Muxtar Qodir G'onzoda. Manba Janubiy Shinjang neft gezitining 1994 yili 20 maydagi sonidan ilingan.